Sadapa nima deb o'ylaysiz? Ayolni nima qaritadi? Tuhmat qaritadi, nohaqlik qaritadi, yetishmovchilik qaritadi, g'am anduh qaritadi. Agar u hayotda o'zi xohlagandek turmush tarzini eplolmasa, davom ettirolmasa, hayot uni qiynab qo'ygan bo'lsa, yoki dildagi ba'zi bir orzulariga erishmayotgan bo'lsa, o'ziga ma'lum shu narsa qaritadi. Ayol, men shunaqa deb o'ylayman. Lekin xohlardim har bitta ayollarimiz hech qachon bevaqt qarimasin, bevaqt sochiga oq tushmasin, dili og'rimasin, qalbi bo'shab qolmasin. Hamisha qalbi mehrga to'la bo'lsin. Hamisha qalbi oilasi bilan, o'zini yaxshi ko'rgan kasbi bilan, turmush o'rtog'i bilan to'la bo'lsin.